Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va kanalimiz mehmonlari. Bugun siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Chunki bu mavzu har bir insonning mulkiga, ya'ni ko'chmas mulkiga bevosita taalluqli. Agar sizda uy, yer uchastkasi, do'kon, ofis yoki biron bir boshqa turdagi ko'chmas mulk bo'lsa, ushbu video siz uchun kritik ahamiyatga ega. Yangi qonunlar joriy etildi va ularni bilmaslik sizni katta moddiy yo'qotishlarga, ba'zan hatto mulkingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu qoidalar sizning hayotingizga, oilaviy byudjetingizga va kelajakdagi rejalaringizga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu siz uchun oddiy harakat bo'lishi mumkin, ammo biz uchun katta motivatsiya. Har bir daqiqa muhimligini hisobga olib, ortiqcha gaplarsiz asosiy mavzuga o'tamiz. Ko'chmas mulkka oid qonunlar har doim ham murakkab bo'lgan, ammo so'nggi paytlarda joriy etilgan yangi normalar ularni yanada dolzarb va e'tibor talab qiladigan darajaga ko'tardi. Avvalgi tizimda ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish, soliqlarni hisoblash va mulkdan foydalanishga oid qoidalar ancha soddalashtirilgan edi. Ko'pchilik egal mulklarning kadastr hujjatlarini yillab yangilashga shoshilmasdi. Hatto ulardan noto'g'ri yoki noqonuniy foydalanganliklari uchun jiddiy javobgarlik choralari ham qo'llanilar edi. Masalan, qishloq joylardagi ko'plab uy-joylar yoki yer uchastkalari egalari o'z mulklarini avvalgi hujjatlar asosida ushlab turishar, kadastr qiymati o'zgarishlariga kam e'tibor berishar edi. Mulk solig'i ham ko'pincha juda past bazaviy stavkalar asosida hisoblanar. Bu esa ko'plab hollarda mulkning real bozor qiymatiga mutlaqo mos kelmas edi. Shuningdek, ijara munosabatlarini rasmiylashtirishga bo'lgan talablar ham unchalik qat'iy emasdi. Natijada ko'plab ijarachilar va ijara beruvchilar soliqdan qochish uchun shartnomalarni rasmiy ro'yxatdan o'tkazmas edilar. Endilikda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ko'chmas mulk sohasidagi shaffoflikni oshirish, davlat byudjetiga tushadigan soliqlarni adolatli tarzda undirish va noqonuniy mulkchilikning oldini olish maqsadida qator yangi qonunlarni va tartiblarni joriy qildi. Asosiy o'zgarishlardan biri bu ko'chmas mulkning kadastr qiymatini hisoblash usullarining tubdan qayta ko'rib chiqilishi bo'ldi. Endi kadastr qiymati mulkning joylashuvi, infratuzilmasi, turar joyning yoki noturar joyning holati, undan foydalanish maqsadlari va bozor narxlariga yaqinlashtirilgan holda aniqlanadi. Ya'ni sizning mulkingizning bahosi endi qog'ozdagi eski raqamlarga emas, balki uning haqiqiy bozor qiymati va hududning rivojlanish darajasiga asoslanadi. Bu esa o'z navbatida mulk solig'ining sezilarli darajada oshishiga olib kelmoqda. Ikkinchidan, mulkni ro'yxatdan o'tkazish muddatlari va tartiblari keskin kuchaytirildi. Endi meros qilib olingan, hadya qilingan yoki boshqa yo'l bilan qo'lga kiritilgan mulkni belgilangan muddatlarda rasmiylashtirmaganlik uchun jiddiy jarimalar va hatto mulk huquqini yo'qotish xavfi mavjud. Uchinchidan, ijara munosabatlariga ham alohida e'tibor qaratildi. Ijara shartnomalarini majburiy ro'yxatdan o'tkazish va ijara daromadlaridan soliq to'lashga oid talablar qat'iylashtirildi. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi mamlakatda mulkchilik munosabatlarini tartibga solish, soliq bazasini kengaytirish va iqtisodiy jarayonlarni shaffoflashtirishdan iborat bo'ladi. Bu choralar davlatga infratuzilmani yaxshilash, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish uchun qo'shimcha mablag' topishga yordam beradi. Keling, endi asosiy qismga o'taylik va bu yangiliklarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kim nimani bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, ko'chmas mulkning kadastr qiymatini qayta baholash tizimi joriy etildi. Bu nimani anglatadi? Ilgari ko'pgina mulklar, ayniqsa shaharlar markazida joylashganlari yoki yirik savdo obyektlari o'nlab yillar oldingi kadastr qiymati asosida ro'yxatda turardi. Bu qiymat odatda mulkning haqiqiy bozor qiymatidan o'nlab, hatto yuzlab marta kam bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimda esa mulkning kadastr qiymati endi har 5 yilda bir marta hududning rivojlanish darajasi, infratuzilmaning mavjudligi, transport qulayliklari, shuningdek bozor narxlari kabi omillar hisobga olingan holda qayta baholanadi. Masalan, agar sizning uyingiz shaharning markaziy tumanida joylashgan bo'lsa, u yerda yangi yo'llar qurilgan, maktablar, bog'chalar, do'konlar paydo bo'lgan bo'lsa, mulkingizning kadastr qiymati keskin oshadi. Kadastr agentligi mutaxassislari belgilangan metodologiya asosida har bir obyektning qiymatini baholaydilar. Bu jarayon avtomatlashtirilgan yordamida ham amalga oshirilishi mumkin. Bu esa inson omilining ta'sirini kamaytiradi. Ikkinchidan,
mulk solig'ini hisoblash usullari o'zgardi. Avvallari mulk solig'i asosan mulkning umumiy maydoni yoki juda past bo'lgan bazaviy qiymati asosida hisoblangan bo'lsa, endi soliq to'g'ridan to'g'ri mulkning yangi kadastr qiymatining ma'lum bir foizini tashkil etadi. Misol uchun, tasavvur qiling, Toshkent markazida joylashgan eski uy-joyingiz bor. Ilgari uning kadastr qiymati atigi 10.000 AQSh dollariga baholangan bo'lishi mumkin edi va siz yiliga $100 atrofida mulk solig'i to'lardingiz, agar soliq stavkasi 10% bo'lsa. Endi esa yangi qoidalarga ko'ra bu uyning kadastr qiymati uning joylashuviga, ta'miriga va maydoniga qarab, masalan, 100.000 AQSh dollariga baholanishi mumkin. Natijada sizning mulk solig'ingiz yiliga $20.000 ko'tariladi, ya'ni 10 barobar o'sadi. Bu holat ayniqsa nafaqaxo'rlar yoki daromadi past bo'lgan shaxslar uchun og'ir moliyaviy yuk bo'lishi mumkin. Chunki ularning mulki qimmat bo'lsa ham, ularning daromadlari soliqni qoplashga yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchidan, mulkni ro'yxatdan o'tkazish muddatlari va talablari qat'iylashtirildi. Avvalgi tizimda ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish muddatlari ba'zan juda liberal bo'lib, ayrim egalar hujjatlarni yangilash yoki rasmiylashtirishni cheksiz muddatga kechiktirishlari mumkin edi. Endilikda yangi qonunchilikka ko'ra mulkchilik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni belgilangan muddatlarda qayta ro'yxatdan o'tkazish yoki dastlabki ro'yxatdan o'tkazish majburiyati qat'iy ravishda belgilangan. Bu qoida ayniqsa meros qilib olingan, lekin nomiga rasman o'tkazilmagan mulklar yoki eski kadastr hujjatlari eskirgan obyektlarga tegishli. Masalan bor, lekin u hali ham bobongizning nomida turibdi. Siz uni 15 yildan beri foydalanib kelayotgan bo'lsangiz-da, mulkni o'z nomingizga rasmiylashtirishga shoshilmagansiz. Yangi qonunlarga ko'ra, asar siz bu mulkni belgilangan muddat ichida o'z nomingizga o'tkazmasangiz, sizga jarima qo'llanilishi, hatto eng yomon holatlarda mulk egaligiga oid savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu holat ayniqsa merosxo'rlar ko'p bo'lgan yoki mulk hujjatlari murakkab bo'lgan holatlarda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Xo'sh, kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, eski ro'yxatdan o'tkazilmagan yoki hujjatlari eskirgan mulk egalari. Bu turdagi mulklar asosan uzoq yillardan beri egalik qilib kelingan, ammo hujjatlari yangilanmagan xususiy uylar, yozgi uylar, dachalar yoki yer uchastkalari bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, kadastr hujjatlari eskirgan mulklarning egalari. Masalan, uyning maydoni o'zgargan, qo'shimcha imoratlar qurilgan, ammo bu o'zgarishlar kadastrga kiritilmagan bo'lsa. Uchinchidan, meros qilib olingan mulkni o'z nomiga rasmiylashtirmagan shaxslar. Bu juda keng tarqalgan muammo. Ko'pchilik vafot etgan qarindoshdan qolgan mulkini rasmiylashtirishga shoshilmaydi. Lekin endi bu kechiktirish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. To'rtinchidan, qimmat va katta mulk egalari. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ularning soliq yuklari sezilarli darajada oshadi. Beshinchidan, o'z mulklarini uylar, ijara shartnomasi tuzmasdan va soliq to'lamasdan ijaraga beradigan shaxslar endi soliq organlari bunday holatlarni aniqlashga jiddiy kirishgan. Masalan, sizda Samarqandning sayyohlik zonasida katta uy bor. Siz uni norasmiy ravishda kunlik ijaraga berib, ancha daromad topasiz. Ilgari bu holatga kam e'tibor berilgan bo'lsa, endi mahalliy hukumat va soliq organlari bunday holatlarni aniqlash va rasmiylashtirishga majbur qilmoqda. Agar siz ijara daromadlarini yashirsangiz, sizga katta jarimalar qo'llanilishi, hatto keyinchalik jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi ham mavjud. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, yangi qurilgan va barcha qonuniy tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan mulk egalari. Ularning hujjatlari allaqachon zamonaviy talablarga javob beradi. Ikkinchidan, qadrsiz, kam qiymatli mulk egalari, masalan, chekka hududdagi kichik yer uchastkalari. Garchi ular ham qoidalarga amal qilishlari shart bo'lsa-da, ularning soliq yuklari sezilarli darajada oshmaydi. Ammo baribir hujjatlarni tartibga solish majburiyatidan hech kim ozod emas. Endi esa istisno holatlar, tuzoqlar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlar haqida so'z yuritsak, bu qismi juda muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda adashadi. Istisnolar, alohida toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar mavjud. Masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ko'p bolali oilalar, front faxriylari va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar joriy etilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyozlar odatda bir dona turar joy uchun amal qiladi va ularning shartlari aniq belgilangan. Ya'ni, agar siz pensioner bo'lsangiz,
va ikkita uyingiz bo'lsa, faqat birinchisiga imtiyoz berilishi mumkin, ikkinchisiga to'liq soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'z toifangizga tegishli imtiyozlarni aniq bilib olishingiz shart. Buning uchun davlat xizmatlari markazlariga yoki soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz kerak. Ayrim turdagi mulklar ham soliqdan butunlay ozod qilinishi mumkin. Masalan, diniy tashkilotlar, xayriya jamg'armalari tomonidan foydalaniladigan obyektlar yoki davlat ehtiyojlari uchun ajratilgan hududlar, ammo bu holatlar juda kam va aniq qonunlar bilan belgilangan. Qishloq xo'jaligi yerlariga oid qoidalar ham alohida bo'lishi mumkin. Chunki ularning maqsadlari va foydalanish turlari bosh ko'chmas mulkdan farq qiladi. Tuzoqlar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlar. Birinchisi kadastr qiymatini baholashdagi xatolar. Bu juda jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Ba'zida baholovchilar yoki avtomatlashtirilgan tizimlar mulkning haqiqiy holatini yoki o'ziga xos xususiyatlarini yetarlicha hisobga olmasligi mumkin. Natijada sizning mulkingiz xato tarzda haddan tashqari qimmat baholanishi va sizga nohaq yuqori soliq yuklanishi mumkin. Bunday holatda sizning huquqingiz bor. Kadastr qiymatini qayta ko'rib chiqishni talab qilish va baholash natijalariga e'tiroz bildirish. Buning uchun mutaxassis yuridik yordam olishingiz yoki kadastr agentligining yuqori organlariga shikoyat qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, byurokratiya. Yangi tizimga o'tish har doim ham silliq kechmaydi. Hujjatlarni rasmiylashtirishda uzun navbatlar, murakkab shakllar, tushunarsiz talablar bilan duch kelishingiz mumkin. Bu ayniqsa texnologiyadan uzoq bo'lgan yoshi katta fuqarolar uchun jiddiy qiyinchilik tug'diradi. Bunday vaziyatda davlat xizmatlari markazlarining maslahat xizmatlaridan foydalanish yoki ishonchli yuridik yordam olish tavsiya etiladi. Uchinchisi, firibgarlar. Yangi qonunlar atrofidagi chalkashliklardan foydalanib, o'zlarini tezkor hal qiluvchi, hujjatlarni osonlashtiruvchi sifatida ko'rsatadigan firibgarlar paydo bo'lishi mumkin. Ular sizdan pul talab qilib, aslida sizga hech qanday yordam bermasdan faqatgina moliyaviy zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun barcha masalalarni faqat rasmiy davlat organlari orqali hal qilishga harakat qiling va shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. To'rtinchisi, ma'lumot yetishmasligi. Ko'plab fuqarolar, ayniqsa chekka hududlarda yashovchilar bu yangi qonunlar haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin. Natijada ular o'z vaqtida chora ko'ra olmaydilar va muammolarga duch keladilar. Shuning uchun bu kabi videolarni ko'proq odamlarga ulashing va o'z atrofingizdagi tanishlaringizni xabardor qiling. Beshinchisi, birgalikdagi mulkchilik masalalari. Agar mulk bir necha shaxsga tegishli bo'lsa, masalan, oila a'zolari o'rtasida bo'lsa, soliq to'lash va hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Har bir egasi o'z ulushiga mutanosib ravishda javobgar bo'lsa-da, agar biror egasi o'z majburiyatini bajarmasa, bu boshqa egalar uchun ham muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatlarda imkon qadar barcha egalar bilan oldindan kelishib olish va yozma kelishuvga erishish maqsadga muvofiqdir. Oltinchisi, ko'chmas mulk bozoriga ta'siri. Soliq yukining oshishi ba'zi mulk egalarini o'z obyektlarini sotishga majbur qilishi mumkin. Bu esa bozorga ko'proq mulk taklifini chiqarib, narxlarning pasayishiga olib kelishi mumkin. Xususan, katta va qimmatbaho mulklar egalari uchun bu jiddiy muammo bo'lib, ularning moliyaviy ahvoliga ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, ijara bozorida ham narxlar ko'tarilishi ehtimoli bor. Chunki ijara beruvchilar soliq yukini ijarachilarga o'tkazishga harakat qilishadi. Yettinchisi, raqamlashtirish va onlayn platformalar. Hukumat hujjatlarni rasmiylashtirish va soliqlarni to'lashni soddalashtirish uchun onlayn platformalarni joriy etmoqda. Bu bir tomondan qulaylik, ikkinchi tomondan bu tizimlarning barqarorligi va xavfsizligi masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Ba'zan tizimda uzilishlar yoki xatolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda zaxira variantlarini bilish va shaxsan murojaat qilishga tayyor turish lozim. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Zudlik bilan uy-joyingizga, yer uchastkangizga yoki boshqa mulkingizga tegishli barcha hujjatlarni, kadastr guvohnomasi, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, oldi-sotdi shartnomalari, meros guvohnomalari qo'lingizga oling va ularni diqqat bilan o'rganib chiqing. Hujjatlarning amalda mavjud bo'lgan mulkingizga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir o'zgarishlar, qo'shimcha qurilish, maydonning o'zgarishi bo'lgan bo'lsa-yu, ular hujjatlarda aks etmagan bo'lsa, keyingi bosqichlarga tayyor turing.
Ikkinchi qadam, mulkingizning joriy kadastr qiymatini aniqlang. Buni amalga oshirishning bir necha yo'li bor. Siz kadastr agentligining hududiy bo'limlariga, davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qilishingiz yoki agar mavjud bo'lsa, kadastr agentligining rasmiy onlayn portali orqali tekshirishingiz mumkin. Ba'zi hollarda maxsus mobil ilovalar ham ishga tushirilgan bo'lishi mumkin. So'rov yuborish uchun shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport va mulkingizning kadastr raqami kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, yangi qoidalar asosida mulk solig'ingizni oldindan hisoblab chiqing. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytlarida yoki davlat soliq inspeksiyalarida maxsus onlayn kalkulyatorlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu kalkulyatorlarga mulkingizning yangi kadastr qiymatini kiritib, taxminiy soliq miqdorini bilib olishingiz mumkin. Agar bunday kalkulyator topa olmasangiz, soliq inspeksiyasi mutaxassislari bilan maslahatlashing. Bu sizga kutilmagan moliya yukdan ogohlantiradi va byudjetingizni rejalashtirishga yordam beradi. 4-qadam, agar hujjatlaringizda nomuvofiqliklar yoki eskirgan ma'lumotlar aniqlansa, zudlik bilan tegishli organlarga murojaat qiling. Bu birinchi navbatda kadastr agentligi va davlat xizmatlari markazlari. Ularga shaxsan borib, o'z muammoingizni bayon qiling va hujjatlarni yangilash yoki to'g'rilash tartibini so'rab oling. Masalan, agar sizning uyingizning maydoni hujjatlardagidan ko'proq bo'lsa, siz o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektni qonuniylashtirish tartibidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun sizdan arizalar, pasport nusxasi, mulk hujjatlari va ba'zi hollarda texnik ekspertiza xulosasi talab qilinishi mumkin. 5-qadam, agar mulkingizni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazing va ijara daromadlaridan belgilangan soliqni to'lang. Bu masalada davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizga ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish tartibi va soliq deklaratsiyasini to'ldirish bo'yicha batafsil ma'lumot berishadi. Norasmiy ijara kelajakda katta jarimalar va hatto qonuniy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Ijara shartnomasini davlat xizmatlari markazlari orqali ham ro'yxatdan o'tkazish mumkin. 6-qadam, barcha operatsiyalar va to'lovlar bo'yicha kvitansiya va rasmiy hujjatlarni saqlab qo'ying. Bu hujjatlar kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklar yoki nizolarni hal qilishda sizning himoyangiz bo'lib xizmat qiladi. Elektron to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, ularning cheklarini saqlab qo'ying yoki ekran rasmini oling. 7-qadam, agar mulkingiz birgalikda egalik qilingan bo'lsa, barcha egalar bilan yangi majburiyatlar va soliqlarni muhokama qiling. Kim qancha to'lashi, qanday hujjatlarni rasmiylashtirish kerakligini oldindan kelishib oling. Kelishmovchiliklarning oldini olish uchun yozma kelishuv tuzish tavsiya etiladi. 8-qadam, agar sizda noaniq savollar, murakkab holatlar, meros bo'lingan mulk, tijorat mulki bo'lsa, malakali yuridik maslahat oling. Faqat rasmiy va ishonchli yuristlarga murojaat qiling. Bitta video yoki norasmiy manbalardagi ma'lumotlarga to'liq ishonib qolmasdan, o'z holatingizga mos individual maslahat olish eng to'g'ri yo'l. Yurist sizning hujjatlaringizni o'rganib chiqib, aniq tavsiyalar bera oladi. Kerakli hujjatlar ro'yxati: pasport, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, old-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, kadastr guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa, ijara shartnomasi, uy kitobining nusxasi yoki tegishli ma'lumotnoma. Bu hujjatlarning barchasi sizga kerak bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videoda ko'chmas mulk egalari duch keladigan yangi qonunlar, ular bilan bog'liq xavflar va imkoniyatlarni batafsil ko'rib chiqdik. Bu ma'lumotlar shunchaki bir xabar emas, balki mulkingiz xavfsizligi va oilaviy byudjetingiz barqarorligi uchun muhim yo'riqnoma ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Yangi qonunlar har birimizdan mas'uliyatli va ogoh bo'lishni talab qiladi. O'z mulkingizga e'tiborsizlik qilish, eskirgan qoidalarga amal qilish orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni jiddiy muammolarga duchor qilishingiz mumkin. Shuning uchun eslatib o'tilgan barcha amaliy tavsiyalarga amal qiling va shubha tug'ilgan har qanday vaziyatda mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Siz bu yangiliklar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu qonunlar sizning hayotingizga qanday ta'sir qiladi? Izohlarda o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni yozib qoldiring. Biz har bir izohni o'qishga harakat qilamiz va eng dolzarblariga javob beramiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha
o'zingizni ehtiyot qiling va qonunlarga rioya qiling.